Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Qadrli yurtdoshlar, yangi biznes boshlayotgan biznesmen, tadbirkor, akaxon, ukaxonlar, opaxon, singillar, yangi buxgalteriyani o'rganayotgan, yangi buxgalteriyani o'rganmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar hammanglarga birinchi hozirgi holatda biz avvalambor mana buxgalterlik kasbi o'zi qiyin kasb deb o'ylaydi ko'pchilik. Bu juda ham hozirgi kunda oson bo'lib qolgan. Hamma yoq elektronniy bo'lib ketgani uchun hozir men sizlarga mana eng birinchi qadam firma ochmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun firma ochish jarayonini ko'rsataman onlayn. Albatta endi yagona darchaga borib, shu yerdan kirib, bu yerda o'chirt kutib, uzoq vaqt ketadi, boshqa asabingiz buzilib, o'tirgandan ko'ra ofisda o'tirib yoki uyda o'tirib, shu oddiygina Google'dan fobirdarcha.uz degan sayt bor. Mana yerda ko'rinyapti, mana qoraytiryapman. Shu fobirdarcha.uz saytiga kiriladi. Bu yerga kirgandan keyin bu yerda endi hozir hammasi yozilgan. Mana biznesni ro'yxatdan o'tkazish, biznesni qayta ro'yxatdan o'tkazish, tugatilayotgan tijorat tashkilotlari to'g'risida, biznes ro'yxatdan o'tkazish usullari, shaxsan kelgan holda, internet tarmoq orqali holda deb bu yerda yo'riqnomalari bor, hammasi o'rgatiladi. Xullas bu sayt juda ham kerakli saytlardan biri. Endi bu yerda hozir masalan bitta tashkilotni ochmoqchi bo'lsak, shu vxodga kirgandan keyin biznesni ro'yxatdan o'tkazish degan tugmachasi bor, shunga bosiladi. Biznesni ro'yxatdan o'tkazish uchun tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishning avtomatlashtirilgan tizimi degan joy chiqadi. Shu yerdan kirishda bosiladi. Kirish bosilgandan keyin endi bu yerda har bitta nimani fuqaroda o'zini kuluchga ega bo'lish kerak. Kuluch olishni ham yo'li qiyin emas. Uni ham yana bir keyingi darslarimizda ham aytib o'tib ketamiz. Mana men o'zimning nomimda jismoniy shaxsman, kuluch olganman. Shu kuluchni olgan kuluchi orqali kiriladi. Bu yerga kirganingizdan keyin mana bu yerda mana shunaqa oyna chiqadi. Shu yerdan tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish degan joyi bor. Endi bu yerda masalan ta'sischiligingiz asosidagi tashkilotlar yoki mana bu yerdan firma nomini zaxiraga olish degani bor. Firma nomini band qilish degani bor. Shu yerlardan o'zingizga yoqqan firma nomini istab topasiz. Agar yo'q bo'lsa chiqarib beradi. Chiqarib bergandan keyin shuni band qilib qo'yasiz. Endi bizning o'zimning nomimdagi mana firma tadbirkorlik, mas'uliyat cheklangan jamiyat bor. Endi bu yerda yangi ochmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan kiriladi. Kirgandan keyin yuridik shaxs tashkil etmagan holda deganda, bu endi yakka tartibdagi tadbirkor tushuniladi. Bu yerda yuridik shaxs tashkil etgan holda shu turdagi biznesni tanlashga kiriladi. Tanlagandan keyin bu yerda mana har bitta korxonalar tijorat tashkiloti bo'lsa tijorat, notijorat bo'lsa notijorat belgilanadi. Notijoratda endi yuridik shaxslarning birlashmasi, advokatlik byurosi, advokatlik firmasi, advokatlar hay'ati, matbuot kooperativi shular kiradi. Endi tijoratda masalan xususiy korxona bor, oilaviy korxona, fermer xo'jaligi, o'zingizni faoliyatingizdan kelib chiqib tanlanadi. Endi ko'proq bizda hozir mas'uliyat cheklangan jamiyatni tanlash yaxshi bo'lib qolgan. Shu bo'yicha endi buni mana tanlaganingizdan keyin mas'uliyat cheklangan jamiyat. Bu yerda tanlash degan tugmachani bosiladi. Bosgandan keyin bu yerga nom kiritiladi. O'sha o'zingiz xohlagan bir nomni, masalan, men o'zimning firmamning nomini kiritaman. Firma nomini kiritganingizdan keyin qidiruv tugmasi bosiladi. Arizalar Nasbroq Motors ushbu nomga o'xshash yuridik shaxs mavjud deyapti.
Demak bu borligi uchun buni shunaqa chiqaryapti. Shuning uchun buni endi o'ziga mos bir firmani nomini tanlashingiz kerak bo'ladi. Mana o'zingizni ismingizni qo'yib, masalan, shunga o'xshagan bir qurilish mollari, Sarvarbek qurilish mollari deb ochish mumkin. Tanlagandan keyin endi bu yerda mana quyidagilarni tasdiqlayman deyapti. Oferta bilan tanishib, tasdiqlashni bosganingizdan keyin уже sizga shu firma ochish bo'yicha yana keyingi qadamga o'tiladi. Keyingi qadamlar bo'yicha batafsil keyingi darsliklarimizda sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Kanalimiz hamisha sizlarning xizmatingizda, sizlarga qo'ldan kelgancha yordamimiz tegsa biz minnatdormiz. Manfaatimiz tegishidan xursandmiz. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kimgadir manfaati tegib qolishi mumkin. Qolgan do'stlarga ham jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.